Bugun issiq kunda juda ham zo'r ketadigan kuksi tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib kuksi lapshasini muzdek suvga solib 15-20 daqiqaga olib qo'yamiz. Keyin oldindan qaynatilgan go'shtni parrak qilib to'g'rab, unga soya solib aralashtirib qo'yamiz. Bodring, pomidor, chesnokni qirg'ichdan o'tkazamiz. Ustidan 3 litr suv solib, 250 gram shakar, 30 gram tuz, 1% kunjut yog'i, 1 qoshiq 70% uksus va 5-6 qoshiq soya solamiz. Muri tayyor bo'ldi. Kuksida eng muhim narsa bu muris hisoblanadi. Qolgan hamma narsasi qo'shimcha. Shuning uchun murini yaxshilab o'rganib olaylik. Muri nima degan savol tug'ilishi mumkin. Bu kuksini xalq tilida suvi deyiladi yoki bulyoni. Yoz issiq kunlarida ko'pchilikda ishtaha bo'lmaydi ovqatga nisbatan. Shunaqa paytda kuksi tayyorlab ichsanglar juda ham mazza bo'ladi. Tananglarni ham muzlatadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, tanishlaringizga ham albatta jo'natib qo'ying. Ularga ham foydasi tegishi mumkin. Hammaga yoqimli ishtaha.